Xola qanday mazza? Endi ancha sog'liq zo'rmi? Yaxshi, rahmat. Nasib bo'lsa, Xudoga shukur. mana elimiz, xalqimiz pul yig'ishda bu Rahmat. saxovatpesha insonlarimizga rahmat. Hozir borib plastik uzoq safarda edik, u yoqda bu yoqda xizmatchilik bilan yuruvdik xolajon. Hozir borib plastikni pul qilib keldim. Keyin plastikni pul qildik, manaki. Necha pul yig'ilgan ekan plastikka? Plastigimizga 1,5 million yig'ilgan ekan xola. Naqd pul berganlar ham bo'ladi-da baribir. Uyga keltirib beradi kimdir yo'lda 50 ming beradi, 40 ming beradi. Mana shu saxovatpesha insonlarimiz ko'p bo'lsin, shularga rahmat. Qarab turishmadi hech qaysi. 500 ming naqd pul yig'ilibdi mana xola. Jami bo'lib 2 million so'm pul yig'ilibdi. Mana shuni sizga olib kelib beraylik, bu sog'ligingizni tiklang degan maqsadda olib keldik. Mana sizga 2 million so'm pul xolajon. Rahmat ukajon. Baraka topinglar, saxovatpesha insonlar. Hammalaringizga rahmat. Ilohim Alloh ziyoda qilsin sizlarni. Dunyo turguncha turinglar. Ayniqsa bir 5-sinf bolachasi tashlab bergani uchun Ilohim saxovatpesha inson bo'lib yetilib yursin bolacha. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Ilohim sizlarga ham katta rahmat ukajon. Dunyo turguncha turing, bolalaringizni huzurini ko'ringlar. Ikkalalaringiz ham Alloh ziyoda qilsin. Ketmas davlatlar bersin Ilohim. Allohim sizlarga uzoq safarlarda Alloh o'zi asrasin sizlarni. Rahmat. Bolalaringizni huzurini ko'ring. Rahmat ukajon. Rahmat. Saxovatpesha insonlar, rahmat hammalaringizga. Ilohim roziman. Alloh ziyoda qilsin sizlarni. Rahmat hammalaringizga. Ilohim men ham sog'ayib ketay. Ilohim. Dunyo turguncha turinglar. Mana ukam sog' bo'lsinlar ilohim. Bolalarini huzurini ko'rsinlar. Har doim shunday saxovatpesha inson bo'lib yursinlar. Yuzlardan oshib yuring ukajonim. Sog' bo'ling ilohim.